Bu yarimta nokta. Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlarga yana frukta naviskalarni so'ragan ekansizlar. Har xilini inshaalloh ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bizga kerak bo'ladi nok. Tagini olib tashlaymiz shunaqa qilib. Tagigacha kesmaymiz shuni. Tagidan joy qoldiramiz. Bu bitta qismi. Buni sal olib turib, bu yoq qismini ham xuddi shunga qilib olamiz. Bu qismlarni olib qo'ysa ham bo'ladi, olib tursa ham bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib to'g'rab olamiz. Joyiga qo'yib qo'yamiz qaytarib. Mana shu holatda olib o'zini joyiga qaytariladi. Mana shunaqa qilib chiqaraverasizlar. Har birini shunaqa qilib chiqazaverasizlar. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bunaqasiga qo'yasizlar. Hop, yana bitta ko'rinishi, buni o'rtasidan bo'lasizlar. Joyini olib tashlaysizlar. Shu holatda qo'yasizlar. Tagidan bitta, bu tarafidan bitta. Bu yog'idan yana bitta, bu yog'idan ham bitta. Bu yarimta nokta. Hop, olmalarimizni ham o'rtasidan bo'lib olamiz. To'rga bo'lib, tagidan tagining usulini tozalab tashlaymiz. Hammaga oson va qulay, ushtalik mana. Shunday qilsanglar, juda chiroyli chiqadi.